Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kech. Endi men xotirjam, tinch obstanovkada uyda o'tirib video qilib sizlarga bir ma'lumot aytay dedim. Endi hozir bugungi kunga kelgan eng aktualniy yangiliklardan biri shu nomingga shukur QR kod. Endi Rossiyaga 30-iyuldan kirish uchun shu QR kod kerak bo'lyapti. Shunaqa yangi qonun, xabaringlar bor. Bugun mana xudo xolsa 20-iyun. QR kodni qaydan olamiz deb o'tgan safar shu yangilik chiqqanda QR kod topadigan, ya'ni QR kod beradigan приложение Play Marketda chiqqan edi. Men aytdim, video qo'ydim, yozdim, bu приложениyaning suratlarini qo'ydim, mana shunaqa bo'lar ekan. Lekin biroz vaqtdan keyin bu приложение yo'q bo'lib qoldi Play Marketda. Uni keyin ko'rganlar qachayt qilib o'rnatmoqchi bo'ldi, o'zini tekshirmoqchi bo'ldi, lekin iloji yo'q. Menga zvonok qildi, yo'q deb. Men endi ular topa olmayman shekilli deb harakat qilsam, o'zim ham topa olmadim. Ya'ni u yo'qda, xullas o'chirib tashladi. Значит, darabotka qilib, yaxshilab, kam ko'sini o'nglayotgan shekilli. Endi xudo xolasa bu приложение 23-iyundan, ya'ni 3 kundan keyin chiqar ekan xudo xolasa. Aytishlari bo'yicha, MVD bergan ma'lumotlarga qaraganda 23-iyun shu приложение Play Marketda paydo bo'ladi. Endi shu to'g'risida aytmoqchiman, основные требования. Bu 30-iyundan обязательно QR kod bilan kirasizlar. Rossiya kirmoqchi bo'lganlar, kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lganlar, обязательно QR kod bo'lishi kerak. QR kodni ham kamida 3 kun oldin kirmoqchi bo'layotgan muddatingizdan 3 kun oldin tayyorlab qo'yishingiz kerak. 30ida kirmoqchi bo'lsangiz ya 1ida kirmoqchi bo'lsangiz, hatto 27sidan boshlab berishingiz kerak. QR kod olganingizdan keyin shu QR kodni muddati 90 kun ekan, ya'ni 3 oy действовать qilar ekan. Shu 90 kun ichida shu QR kod bilan kirdi chiqdi qilib yuraverasiz ekan, kirmoqchi bo'lsangiz. Lekin 90 kundan keyin bu QR kodni yana boshidan olish kerak ekan. Shunaqa. Yana qanaqa yangilik bu QR kod to'g'risida? Tak, hatto 3 kun oldin 72 soatda aytdim. Bunda nimalar kelish kerak? Nimalarni yozasiz? Ya'ni o'zingizni suratingizni загружать qilishingiz kerak ekan. Pasportniy данныйlaringizni yozasiz. Pasportda yozilgan данныйlarni yozasiz. Nima yana? Xo'p. Hatto taxminan qaysi mahal Rossiyaga kirmoqchisiz? Ya'ni допустим 1 kuni, 2 kunimi, 3 kunimi shu kunni yozishingiz kerak ekan. Taxminan, hatto точно bo'lishi shart emas ekan. Потому что plan o'zgarishi mumkin, bilet bo'lmay qolishi mumkin, yo'lda zadержка bo'lishi mumkin. U hech narsa emas ekan. Shu taxminan yozib qo'yishingiz kerak. Men kuni Rossiyaga boraman degan. Xo'p, yana QR kod yosh bolalar uchun 6 yoshgacha, yosh bolalarga 6 yoshgacha, 6 yoshdan kichigiga QR kod kerak emas. Jun yetalab pasportini, ya'ni masalan, свидетельство рождения, основной pasport ularga ham ko'rsatib kiraverasiz. Lekin 6 yoshdan kattasiga, 18 yoshgacha bolalarga yo otasi, yo enasi QR kod olish kerak ekan o'zining приложениесidan. Tushundinglar-a? 6 yoshgacha kerak emas, 6 yoshdan 18 yoshgacha kerak. Ota-enasi o'zining приложениесidan данныйlarni kirgizib, ularga ham QR kod olish kerak. Shunaqa, kimga QR kod kerak emas? Kim QR kodsiz kira oladi? QR kodsiz Belorussiya mamlakatining fuqarolari kerak emas ekan. Agar RVP bo'lsa, RVP'si borlarga ham QR kod, vид на жительствоsi borlarga ham QR kod kerak emas ekan. RVP va vид на жительство bo'lsa QR kod kerak emas. Shunaqa, vizaviy mamlakatlarga kerak emas deyapti. Endi u kim? Bizdan O'rta Osiyodan, ya'ni Turkmaniston vizaviy mamlakatlar. Turkmaniston fuqarolarining tak viza berayotib o'z mandat ko'radi, tekshiradi. Ularga QR kod kerak emas ekan. Viza berilgandan keyin въезд разрешен degani. Qolgan mamlakatlarga kerak. Men обычно o'rischa ham yozaman, rus tilida ham yozib aytib o'taman. Nima uchun? Rus tilida yozmasam, endi men tojikchani bilmayman, afsus, ming afsus, tojik tilini bilganimda qani edi. Tojik tilini bilmayman. Endi Moldaviyaliklar bor, ko'rish mumkin, Ozarbayjon, boshqa mamlakatlar ham ko'radiganlar ko'rib, endi o'ylaymanki, shu foydali ma'lumot o'ziga olsa yaxshi. Xo'p, shu boshqa особо yangilik yo'q. Hozir u приложение yo'q. Yana bir marta aytib o'taman. Приложение
iyundan paydo bo'ladi. Men 3 kundan keyin chiqish kerak Play Marketga. Ashunda skachat qilasizlar. Imkon qadar shunda men ko'rsatib, qanday bu shakli qanday to'ldiradigan tushuncha berarman inshaalloh. 30-iyundan xudo xolasa shunaqa kerak. Kirdichi qilaman deganlar ham masalan Qozog'istonga chiqib kelaman deydi, Rossiya territoriyasida turib. Shularga ham baribir QR kod kerak, esinglardan chiqmasin. Oldindan QR kod qilib zaполнять qilib qo'yish kerak. 30gacha kirmoqchi bo'lsangiz, 29 kuni kirgan bo'lsangiz, kirsangiz ham sizdan QR kod so'ramaydi. Shuni qayta so'raveradi hammasi. 30dan dedimi? 30dan xudo xolasa shu 29 kechasi 30ga o'tganda QR kodni ko'rsat deydi. Shuning uchun ertaroq tayyorlanib olaveringlar, xudo xolasa. Shunaqa gaplar hozircha. Endi ma'lumot bo'lsa yana beramiz. Allohga omonatlar, o'zinglarga ehtiyot qilinglar. Endi qonun shunaqa ekan. Qaysidir mamlakatlarda bundan ham better. Rossiyaga ham endi sekin qonuniylashtiryapti. Menimcha bular qilgan maqsadi, masalan, zapreti bor odamlar ham kelib qoladi mashinadan. Chegaradan qaytaradi. Samolyotda uchib kelib qoladi, kelsa samolyotda zapreti bor, qaytib ularni yana samolyotga o'qib qilib yana jo'natish kerak. Mana shunaqa narsalarni oldini olish, hadeb zapreti borlar bu narsa qilib kira olmash uchun menimcha shu narsalarni o'ylab chiqyapti shekilli. Endi kimgadir mo'shti yaxshidir, kimgadir qiyin. Lekin QR kod ham qiyin narsa emas deb o'ylayman. Xudo xolasa osonda bo'lsa kerak. U sizman biz bilgan gosuslugi emas, u harom приложениеga o'sha qiyin qilish, lekin bu soddaroq, xudo xolasa bo'ladi, osonroq. Shunaqa degan niyatdamiz, inshaalloh chiqsin, ko'ramiz billa. Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kech, salomat bo'linglar, o'zinglarga ehtiyot qilinglar.